Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar. Yana bir fayzli xonadonimizga tashrif buyurdik. Ushbu fayzli xonadonimizda ham tashqi fasadlariga asosiy devor, sokil qismlariga gibkiy kamellarimizni yopishtiramiz do'stlar. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Ushbu xonadonimizning tashqi fasadlariga bir chotki fasonda gibkiy kamellarimiz tanlangan do'stlar. Asosiy devor, sokil qismlarini kvadratiga kelsak 223 kvadrat chiqdi. Shlaka blokni ustidan ham gibkiy kamellarimizni yopishtiramiz. 95 ming so'mdan usti haq ichida dogovor qildik do'stlar. 95 minggacha kiradigan narsalarga kelsak, gibkiy kamellarimiz maxsus kilega, maxsus laki dastavkasi va ustalar xizmatlariga devor tekizlash, sokil qismini qayta ta'mirlash, gibkiy kamellarimizni yopishtirish, lak sepish, uy xonadon egalariga topshirish xizmatlari kiradi. Do'stlar, gibkiy kamelga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib o'tamiz. Eslatib o'tamiz, bizning manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Bizni videolarimizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelib turgan namanganlik yurtdoshlarimiz ushbu xonadonimiz lokatsiyalari bor. Qiziqqanlar kelib ko'rishlari mumkin. Живой gibkiy kamellarimizni yopishtirish jarayonlarini do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Bizni kuzatishda charchamanglar do'stlar. Biz hozirda O'zbekiston bo'ylab gibkiy kamellarimizni 90 ming so'mdan 110 ming so'mgacha devor holatiga qarab asosiy devor, sokil qismlariga gibkiy kamellarimizni yopishtirib kelyapmiz.